Ahmoqona hazilning achchiq oqibati. Bir erkak juda qo'pol prank natijasida peshonasida o'chmas iz qoldirganidan so'ng sudga murojaat qildi. Hammasi mahalliy radio stansiyaning 1-aprel haziliga bag'ishlangan tanlov e'lon qilishi bilan boshlangandi. Ular peshonasiga radio stansiya logotipini tatuirovka qildirgan birinchi odamga $250,000 mukofot va'da qilishgandi. Janob Bell, ya'ni hazil qurboni uchun bu haqiqiy imkoniyatga aylangandi. Uning oilasi moliyaviy inqiroz yoqasida edi. Otasi ishsiz, uyini yo'qotish xavfi bor edi. Shu sababdan u dastlab ikkilanib turgan bo'lsa ham, radio stansiyaga qo'ng'iroq qilib, tanlovning haqiqiy ekaniga ishonch hosil qildi. Hatto tanlov sahifasining radio stansiya rasmiy saytida joylashtirilgani unga yanada ishonch bag'ishladi. U zudlik bilan tatuirovka saloniga borib, peshonasiga logotipni chizdirdi. Barcha qoidalarga rioya qilgan holda mukofotni olish uchun radiostansiyaga borganida esa u yerdagilar uni shunchaki kulgu bilan kutib olishdi. Ma'lum bo'lishicha, tanlov sahifasining eng pastki qismida juda kichik harflar bilan yozilgan ссылка bor edi. 1-aprel muborak. Ammo janob Bell buni ko'rmagan. U uzoq yillardan beri ko'rish qobiliyati bilan bog'liq muammolarga duch kelgandi. Radiostansiya hazil qilganini va hech qanday pul bermasligini aytganda, Bell o'zining nafaqat puldan, balki obro'sidan mahrum bo'lganini tushundi. U ishini yo'qotdi, sevgilisi undan voz kechdi. Peshonasida esa abadiy ahmoqona tatuirovka qoldi. U sudga murojaat qilib, $500,000 miqdorida tovon puli talab qildi. Sud esa uning foydasiga qaror chiqarib, radiostansiyani mukofot to'lashga majbur qildi. Sizchi $250,000 evaziga peshonangizga tatuirovka qilishga rozi bo'larmidingiz?